Savolni eshitamiz. Xo'p. 78 raqamidan ikkita qalamni joyini o'zgartirib, eng katta son hosil qiling. Eng katta son yo'q. Topgan o'quvchiga mukofoti bor. Cheksiz-ku. Mana shundan cheksiz hosil qila olasanmi? Yo'q. Qila olasanmi? Yo'q. Ikki xonali son ber. Eng katta, balkim 4 xonalidir, balkim 2 xonalidir. Eng katta. Ikkita qalamni joyini o'zgartirib, eng katta. O, malades. 110, ha? Bundan ham kattasi bor. Bundan ham kattasi? Albatta, bundan ham kattasi bor. 119. O, malades. Bundan ham kattasi bor lekin. O, necha bo'ldi? 161 bo'ldi. Ya'ni eng katta son 161 dedingmi? Xo'sh, bundan ham kattasi bor. Vaqtimiz chegaralangan bolalar. Mana vaqtimiz 2 minut bo'lib ketdi. O, malades. 191. Eng katta son 191 bo'ladi. Malades, Shodiyona topdi. 191. 191 dan kattasini topib bera olsang, 50 ming so'm pul beraman. Kattasi bor. Yana kattasi bormi? Kattasi bor. 91 dan kattasini topib. Mayli, to'xta. Biz tashladik. Ha, 3 xona, 3 bo'lsin. Uchta u ketdi-ku. 3 ta u ketdi-ku. 731. 3 ta u ketdi-ku. 3 ta bo'lmadi. Qani? 700. Nima bo'ldi? 730 bo'ldi. Mana bittani olding, ikkitani olding. 731 ni hosil qilding, ha? Malades shogird, 50 ming so'm pul yutib oldi. Hozir 1 minut. Malades Ziyovuddin, 50 ming so'm pul yutib oldi.